380 million so'mga ikkinchi qavatdan 2 xonali xonadon ko'rib o'tamiz. Hamma jihozlar qoldiriladi. Asosiy kirish eshigidan boshlab sizga tushuntirib o'tamiz. Keling, yuvinish xonalarini ko'rsatib o'ting. Remontda o'rtacha holatda kirib yashasa bo'ladi. Ipoteka qilish imkoniyati mavjud. Keyinchalik sekin-sekin remontini qilsangiz ham bo'ladi. Birinchi xonasi demak katta zal qismi hisoblanadi. Hamda bu tarafga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi xonamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yotoqxona qilishga mos holatda 3 qavatli domlardamiz. Shodlik hududi, Shodlik savdo majmuasini kim biladigan bo'lsa, shu territoriyada joylashgan ushbu xonadonimiz Gematestda orqasida. Bu demak oshxonasi, oshxona balkonga ko'chgan holatda 3 xona qilib ishlatsangiz bo'ladi. Hamda balkon qismini ko'rib o'tamiz, keling. Oshxonamiz demak balkonga ko'chgan holatda anchagina keng qilingan balkonimizdan ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol ovqat tayyorlash sharoitlari hamda o'tirib ovqatlansa bo'ladigan joyiga ham ega. Bu balkon anchagina keng hisoblanadi. Demak, kimga ma'qul keladigan bo'lsa 380 million so'm savdosi bor, ipoteka qilish imkoniyati mavjud. Manzilni tushuntirib o'tdim. Shodlik savdo majmuasini qarama-qarshi tomonda joylashgan. Kimga ma'qul kelsa, shunaqa arzon narxda sotuvga chiqaramiz. Pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimizning raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Arzon narxdagi xonadonlarni, ko'chmas mulk e'lonlarini ko'rib borasiz.